Kelinglar 14-yanvar kuni paypo o'rniga shu bento cheescake'dan tayyorlab sovg'a qilamiz. 20 daqiqa vaqtimiz va xuddi o'sha yo'limiz ketadi. Pechenye qotib jelatin bilan suvni aralashtirib olib qo'yamiz. Krem chiz qaymoq quyultirilgan sutni blenderlab, jelatinni eritib, birga aralashtirib qo'shamiz va yana bitta blender qilamiz. Shu massadan bir cho'mich olib qo'yamiz. Golubika bilan shakari qaynatib, sovutib, tayyor bo'lgan massani idishdagi krem chizga solib aralashtiramiz. Buni rangini qaranglar. Pechenye ustiga solib 10 daqiqa morozilkaga yuboramiz. Bir cho'michlik kremimizni ham solib 1 soatga muzxonaga qo'yamiz. Ustini golubikalar bilan bezatib, xohishga ko'ra albatta. Yaxshi ko'rgan erkaklarimizga sovg'a qilishimiz mumkin. Ta'mi bo'lsa ko'rinishdan ham a'lo. Juda ham mazali, xuddi muz qaymoqga o'xshaydi. Faqat undan ham nejniroq. Golubika o'rniga boshqa meva so'sanglar bo'ladi, umuman solmasdan shuni tayyorlasanglar ham bo'ladi. Kelinglar 14-yanvar kuni paypo o'rniga shu bento cheescake'dan tayyorlab sovg'a qilamiz. 20 daqiqa vaqtimiz va xuddi o'sha yo'limiz ketadi. Pechenye qotib jelatin bilan suvni aralashtirib olib qo'yamiz. Krem chiz qaymoq quyultirilgan sutni blenderlab, jelatinni eritib, birga aralashtirib qo'shamiz va yana bitta blender qilamiz. Shu massadan bir cho'mich olib qo'yamiz. Golubika bilan shakari qaynatib, sovutib, tayyor bo'lgan massani idishdagi krem chizga solib aralashtiramiz. Buni rangini qaranglar. Pechenye ustiga solib 10 daqiqa morozilkaga yuboramiz. Bir cho'michlik kremimizni ham solib 1 soatga muzxonaga qo'yamiz. Ustini golubikalar bilan bezatib, xohishga ko'ra albatta. Yaxshi ko'rgan erkaklarimizga sovg'a qilishimiz mumkin. Ta'mi bo'lsa ko'rinishdan ham a'lo. Juda ham mazali, xuddi muz qaymoqga o'xshaydi. Faqat undan ham nejniroq. Golubika o'rniga boshqa meva so'sanglar bo'ladi, umuman solmasdan shuni tayyorlasanglar ham bo'ladi. Kelinglar 14-yanvar kuni paypo o'rniga shu bento cheescake'dan tayyorlab sovg'a qilamiz. 20 daqiqa vaqtimiz va xuddi o'sha yo'limiz ketadi. Pechenye qotib jelatin bilan suvni aralashtirib olib qo'yamiz. Krem chiz qaymoq quyultirilgan sutni blenderlab, jelatinni eritib, birga aralashtirib qo'shamiz va yana bitta blender qilamiz. Shu massadan bir cho'mich olib qo'yamiz. Golubika bilan shakari qaynatib, sovutib, tayyor bo'lgan massani idishdagi krem chizga solib aralashtiramiz. Buni rangini qaranglar. Pechenye ustiga solib 10 daqiqa morozilkaga yuboramiz. Bir cho'michlik kremimizni ham solib 1 soatga muzxonaga qo'yamiz. Ustini golubikalar bilan bezatib, xohishga ko'ra albatta. Yaxshi ko'rgan erkaklarimizga sovg'a qilishimiz mumkin. Ta'mi bo'lsa ko'rinishdan ham a'lo. Juda ham mazali, xuddi muz qaymoqga o'xshaydi. Faqat undan ham nejniroq. Golubika o'rniga boshqa meva so'sanglar bo'ladi, umuman solmasdan shuni tayyorlasanglar ham bo'ladi. Kelinglar 14-yanvar kuni paypo o'rniga shu bento cheescake'dan tayyorlab sovg'a qilamiz. 20 daqiqa vaqtimiz va xuddi o'sha yo'limiz ketadi. Pechenye qotib jelatin bilan suvni aralashtirib olib qo'yamiz. Krem chiz qaymoq quyultirilgan sutni blenderlab, jelatinni eritib, birga aralashtirib qo'shamiz va yana bitta blender qilamiz. Shu massadan bir cho'mich olib qo'yamiz. Golubika bilan shakari qaynatib, sovutib, tayyor bo'lgan massani idishdagi krem chizga solib aralashtiramiz. Buni rangini qaranglar. Pechenye ustiga solib 10 daqiqa morozilkaga yuboramiz. Bir cho'michlik kremimizni ham solib 1 soatga muzxonaga qo'yamiz. Ustini golubikalar bilan bezatib, xohishga ko'ra albatta. Yaxshi ko'rgan erkaklarimizga sovg'a qilishimiz mumkin. Ta'mi bo'lsa ko'rinishdan ham a'lo. Juda ham mazali, xuddi muz qaymoqga o'xshaydi. Faqat undan ham nejniroq. Golubika o'rniga boshqa meva so'sanglar bo'ladi, umuman solmasdan shuni tayyorlasanglar ham bo'ladi.